Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga juma 16-yanvar Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Sparklardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat ili yangi, eski har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga ili bilan nomini yozib qoldiringlar. Xo'p, 2020 dan boshlayapmiz, lekin video davomida ili eskilari ham ko'p ko'rasizlar. Xo'p, 2020 dehqondan, eng qizig'i dehqondan so'raganlarga 106 ming yurgan mashina ekan. Xo'p, ABS konditsioner, 4-pakeleniy gazlari bor. Bu propanmi? Propanmi? Motor hadovoy korobkasi yaxshimi? Zo'r deb aytilyapti. Endi qaysi mashina bo'lsa ham biz videodan ko'rasizmi, boshqa yerda ko'rasizmi, ustozga borib tekshirtirib olaverasizlar. Yurganini bitta ko'rsatib beramiz. 106 ming yuribdi. Xo'p. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa, Sparklarni ham har bitta bozordan chiqaramiz. Propan gazlari bor. 2020 dehqondan 106 ming yurgan. Buni kraskasi qanaqa aka? Bitta eshik to'liqmi? Orqa eshikda borning oldi kriloda. To'liqmi? Ha, orqa eshik to'liq emas, orqa eshik tayda. Petnoda, Ha. petno, krilo to'liq. Ha, Kapotlari tozami? kaput toza. Aha. Nech pul qilib berasiz endi bunga aka? Yaqin. Aka, maqbul bo'lsa 6800 ga beramiz. 6800 dollarga beriladi. Generalniy davengiz beraverasiz? Xo'p, Asakani mashinasi dedingiz. Asakani mashinasi. Xo'p, faqat naqd pulgami yo variantga berasiz? Faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamingiz 90lik 90lik 207 207 76 26. 76-26 raqamga aloqaga chiqasizlar. 6800 ga berilar ekan. 2020 106 ming yurgan propan gazlari bilan aloqaga chiqaverasizlar. 2014 navbatdagi Sparkimiz. Mexanika bu. Yurgani 148 dedingizmi? 148 ming yurgan mexanika korobka, propan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkasi-chi? Hech qanaqa ishi yo'q ekan. Xudo xohlasa kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mashina ikkinchi pozitsiya ekan, lekin uch emas. Xo'p. Propan gazi bor ekan tabletga. 2014 ikkinchi pozitsiyada 148 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 3 ta endi jinda petno, orqa oldi pechat, nari krilada jinda, nariga eshiklarda jinda. Petnosi bor 3 ta. 3 ta petnosi bor. Xo'p, narxi necha pul aka? Yuzaki. Narxi yaqin qilib aytaman 58 dan jinda o'tib. 5800 dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari xohlagani bo'ladi. Xohlagani bo'ladi. Generalniy. Xo'p, variant chiqarmayapsizmi? Nasıl savdo? Faqat naqd pul. Mashinaga bartergachi. Barter kelsa imkoniyatlari bor. Telefon raqamingiz 99 lik 611 611 63 10. 63 10 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. 2014 3 ta petnosi bor, mexanika korobka, propan gazlari bilan 148 ming yurgan. 5800 dan ozgina o'tib beriladi. Navbatdagi Sparkimiz 2019. Xo'p. Choko rangidan mexanikani full pozitsiyasi. Yana bitta tortib ko'rasizmi aka? 2019 60 ming yurdan endi. Yurgani ozini so'raganlarga. Xo'p. Mana 60 ming yurgan, gaz qo'yilmaganmi hali? Benzinda. O'rindiqlarigacha isiydi. Hadovoy korobkalari yaxshimi aka? Ko'ringlar bir qator mana. 60 ming yurgan mashinangiz. Linoleum qilingan. Gaz qo'yilmagan. Xo'p. 2019 60 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi toza aka. Toza. Nech pul qilib berasizlar yaqin aka? 7,5 deyapmiz, endi tushib beraveramiz. 7,5 ming dollardan kelishiladi. Kelishiladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari joyida. Generalniy chiqaveradi. Chiqaveradi. Variantga sotmaysizlarmi? Yo'q, variant ketmaydi. Faqat naqd pul asosida. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz
97lik. 97 419 419 22 88. 22 88 2019 toza dedingiz. 60 ming yurgan, gaz qo'yilmagan ekan. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olib olaverasizlar. Xo'p, hujjatlari generalniy davedis bo'laverar ekan. 2018 navbatdagi Sparkimiz. Mexanika bu. Yurgani qancha aka? 185 ming yurgan 2018 ABS konditsioner metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari zo'r, talonlari yaxshi holatda. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, mexanika korobka 185 ming yurgan. 185 ming yurgan mexanika korobka 2018 ma'lumotlarini imkon qadar qayta aytib o'tib ketyapmiz. Metan gazlari bor 65 talik. 185 ming yurgan 2018. Kraska qanaqa aka? 3 ta detal. 3 ta detal. Qayer endi u? Orqa kirilomi? Aha. Chopirda eshigida yarmida kapotda. Ustitlari tozami aka? Yaxshi. Necha pul narxi buni? 63 deyapmiz. 6300 dollar aytilyapti. O'tib berasizmi? Hujjatlari-chi? 300 bo'lsa yana yaxshi. Nomiga 300 bo'lsa yaxshi, lekin generalniy imkoniyati bor-a? Endi unaqa qilmayapti. Bo'ldi, nomiga 300 olish kerak ekanda. Pul topguncha onlayn qilib berib turadi, lekin Bo'laveradi. 300 bo'lsa yaxshi. Mashinaga barter variantchi? Bo'laveradi. Kelishlar-a? Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 143 143 2242. 2242 raqamga aloqaga chiqasizlar. 185 ming yurgan 2018. Necha pul narx aytdingiz? 6300 dollardan kelishtirib beriladi. Avtomat korobka Spark so'raganlarga navbatdagi Sparkimiz 2017 da bu. 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkasi. Xo'p. ABS konditsionerlari bor, metan gaz. Yurgani qancha aka? 270. 270 ming yurgan. Balonlari yaxshi. Motor asotmaydimi? Ходовой korobka yaxshimi? Yaxshi deb aytilyapti. Salon holatlarini bitta o'zingizlar ko'ringlar mana. 269 ming yurgan. Avtomat korobka. Xo'p. 65 talik temir metan gazlari. 2017 269 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Uchta joyida petnomi? Narxi necha pul bu? 6700. Ozgina o'tib. 6700 dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari Hujjatlari mana generalniy bo'laverami? Inshaalloh bo'lish kerak, yana o'qitib so'rab qo'yish kerak egasidan. Xo'p. Variantga bermaysizlarmi buni? Yo'q, naqd pulga. Naqd pulga. Yaxshi odamlar bo'lsa general chiqarib beramiz. Bo'ldi, imkoniyati bor. Xo'p. Boshligiga barter bor-a? Bot tushirib qo'yamsa, yo'q, ta'mi ham chiqib ketibdi. Barteri kelishtaveradi. Nomer aytib qo'yasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. Ha? 99lik 99lik 611 611 63 63 10 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, qora rangidan so'raganlarga azizlar 2013 navbatdagi Sparkimiz 3-pozitsiyada, ya'ni mexanikani oxirgi pozitsiyasi. Xo'p, yurgani qancha buni? 291 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, ABS konditsionerlari bor. Metana bu? Yo'q, nima aka, propan. Motor asfaltlari yo'q aka. Motor asfalt yo'q. Ходовой korobkachi? Chotki aka. Chotki deb aytilyapti. Shunga eshiklar. Shuma izolyatsiya qilingan. Eshiklari deflektor qo'yilgan. 3-pozitsiyada mana bakovoylari ham elektronik bo'ladi. Chanlari ham Xo'p. Propan tabletli gazi bor, paktronilari bor ekan, stoplar o'zgartirilgan. Yurgani qancha edi? 291 aka. 291 ming yurgan 2013 3-pozitsiya mexanika. Kraskasi? Kraskasi 25% bor aka. 25% kraskasi bor. Kirilloda bor, kapot yonida petno bor, kichkina joyda. Xolos. Ikkita kirilloda. Ikkita kirilloda, bitta kapotda petno bor. Necha pul yaqinroq ekan narxi? 5600 dan tushib beramiz. 5600 dollardan tushib beriladi. Hujjatlari Generalni chiqar aka. Variantga sotmaysiz? Variantga chiqar 2000 puli bor. 2000 dollar bilan bankka aralashma yilga, desam yo'q, aloqaga chiqarsizmi? Ha, Bo'ldi. bank hamma u. Nasiya savdo alib bo'yi qilib beramiz aka. Aytmoqchi bo'lganim, azizlar mana banksiz olaman deganlarga ham mana 2000 dollar bilan bo'lsa, 1 yilgacha 1 kelishgan yilgacha holatda 2 summalari. yilga ham chiqarib beraveramiz aka. Bo'ldi, nomeringiz
93'lik 93 141 77 60 77 60. 99'lik Mabodo bunga tusha olmasanglar 99lik 124 124 37 70 aka. 37 70 raqam. Shaytepani mashinasi aka. Mo'yan Shaytepaniki aka. 2013 navbatdagi Sparkimiz 208 ming yuribdi. Nechinchi pozitsiya bu? 2 mi? Ikkinchi pozitsiya. Metan gazlari bor, konditsionerlari bor. Motor ходовой коробка. Moshni deb aytilyapti, balonlari yaxshi. Salon holatlari. 208 ming yurgan mashina. ...65'lik metan gazlari bor. 208 ming yurgan 2013 ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 3 ta detallar bor, ichiga o'tmagan. Qayerida? Kapot, krilo, eshik. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Yaqini nech pul aka buni? 5,5 mingdan ozgina. 5,5 mingdan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjat masala yo'q, xolos o'tkazyapsiz. Xohlagan hujjatni qilib beraverasiz. Variant chiqaryapsizlarmi aka? Ha, chiqaradi. Nech pul bor? 50% mi? 2,5 ming pul olsa variant beraveradi. 2,5 ming bilan variantga chiqaverar ekan. Oyma-oy berish sharti Andijon bilan viloyati Andijonga. Faqat Andijonga. Necha oygacha beryapsiz? 1 yil maksimum. 12 oygacha eng ko'pi. Xo'p, endi u yog'ini kelishaverasizlar o'zingizlar. Xo'p. Telefon nomeringizni aytib yuboring aka. 99lik 481 481 44 48. 44 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Sparkimiz amazlar avtomat korobka ishqibozlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bu 4-pozitsiyasi. 4-pozitsiya. Xo'p. ABS konditsionerlari bor. Buni yurgani qancha? 178. Gazi bormi yo'qmi? Yo'q, gazi yo'q. Gaz qo'yilmagan. 178 ming yurgan, endi navrotlariga e'tibor berib turasizlar. Malibu rul, Malibu bar. 178 ming yurgan. Monitor qo'yilgan. Chexolda yaxshisidan taqib qo'yilgan, ko'riklari bor. Xo'p. Tarpeda chexollargacha tashlab qo'yishibdi, ranglarini bir xil qilib. Gaz qo'yilmagan ekan. Bakteriyalari bor. 2018 178 ming yurgan. Aka kraskasi qanaqa buni? Kapot, grilla, eshik. Kraskasi ko'proq. Ha, ga. Ustlitlari tozami, suv yutdimi? Nech pul qilib berasiz endi aka? 6,5 ming zicha o'tib beraman. 6,5 ming dollardan o'tib beriladi azizlar mana. Hujjatlari generalniy bo'laveradi. Xo'p, variantga chiqmadimi? Chiqaveradi. Nech pul borga chiqadi? 2000 dollar puli borga variantdan chiqaveradi. Mashinaga barter bor. Kelishuv yo'llari deyarli hammasi bor ekan. Telefon raqamingiz 88 060 0055 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2019 ha bu. 2019 navbatdagi Sparkimiz. Kraska 100% tozami bunda? 100% tozasini so'raganlarga. ABS konditsionerlari bor. Mexanika korobka yurgani 120 ming dedingizmi? Gaz umuman qo'yilmadi hali. Mana salon holatlari. Yurgani 120 ming deyapti akamiz. 121 ming bo'libdi. ...2019 121 ming yurgan mexanika korobka, kraskasi tozasi. Xo'p, buni petnosi ham yo'q, ha? Petnosi ham yo'q, ha buni. Kosmetikalari bor. 19 nech pul aka? 19 so'm. Nech pul bu? 7 ming kami bor. 7 ming kami bor. Savdo qilmadinglar hali yo'q. Hujjatlar nima bo'ladi? O'zimda Bo'ladi, generalniy. Xo'p, nasiyaga sotmayapmiz deyapsiz hozir. Endi Nomeringizni aytib jumla berasiz. arzani bo'lsa beramiz. Bu. Nomeringiz 99 99 611 611 63 63 10 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Endi xo'p, kelib, ko'rib, tekshirib olib, notariusda pulni beraverasizlar azizlar. Har bitta mashinani o'zingizlar ustilaga ko'rsatib, bittami, ikkitami ustilaga ko'rsatib, notariusda yaxshilab tekshirib olib olaverasizlar. 2018 ga 19 navbatdagi Sparkimiz mana JKX svetidan. Bu mexanika qancha yurdi? Xo'p, 4-pokoleniya metan gaz, ABS konditsionerlari bor.
motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Zo'r deb aytilyapti. Endi kelib ko'rib o'zingizlar tekshirib olaverasizlar azizlar. Yurgani 211 ming. Video registrator. Ish holatlari yaxshi. 211 ming yuribdi do'stlar. Metan gazlari bor. 4-pakeleniya metan. 211 ming yurgan. 2018 dedingizmi? Kraskasi qanaqa bu? Kraska bitta kriloda bor. Aha. Kapot ruchayda jinday petno bor. Karnizi bezakka va sapachovda ikki tomonda bor. Katta balon qo'ygan hisobi yalab qo'ysa, asheli bir qarashdan qo'ygan. Bo'ldi. Ikkita petnosi bor ekan, bitta krilo to'liq sepilgan. Ha, bitta krilo xolos. Aha. Narxi necha pul aka? Narxi 6400 kami bor. 6400 dollar kelishiladi. Kelishadi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari xolasini generalniy bo'ladi, xolasini o'tkazib olsin. Naqd pulga sotiladi, deyapsiz? O'tkazib olgani yaxshi. Aha, telefon raqamingiz? U ham 99 99 611 611 63 63 10 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Xo'p, 2019 navbatdagi Sparkimiz ochmay qo'yaverasiz. 2019 mexanika yurgani qancha? 244 ming kilometr bosib o'tgan, metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, balonlarni ko'ringlar yonda. Salon holatlari, mashina ikkinchi paysi 245 ming bo'lib yurgani, monitor qo'yilgan. Linolon qilingan. Metan gazlari bor. Stop qo'yilgan. 2019 245 ming yuribdi. Kraskasi? Xo'p, toza ekan kraskasi. Xo'p, akamiz ikki savdo qilishayotgan so'rab oldi. Xo'p, necha pul narxi aka? Yaqinroq faqat. Xo'p, 2019 6700 kami bor. Xo'p, bermaganinglar bo'lmadimi hali aka? Yo'q, aka bir. Xo'p, faqat naqd pulmi yo variantga ham berasizlarmi? 4000 puli bo'lsa variant. 4000 puli bo'lsa variantga kelishaveradi. Generalniy bo'laveradimi? Bo'ladi aka. Xo'p, telefon raqamingiz? 91lik 91 483 483 43 46. 43 46 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Puli yengil Spark so'raganlarga azizlar, navbatdagi Sparkimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyada mexanika korobka, ABS konditsionerlari bor. Metan bu. 4-pakeleniya metan. Yurgani 500 mingdan ko'proq. 580 ming. Xo'p, rasxoti yo'q motorda aka? Umuman rasxoti yo'q. Kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Endi nima desam bo'ladi, bir pul yengilda xulasangizlar, endi hisobinglar chiqadigan bo'lsa pulni yengilroq beraman deyapti akam. Hozir so'rab ketamiz. Metan gazlari bor. 2012 3-pozitsiyada 580 ming yuribdi. Kraskasi qanaqa aka? 50% deb 30-40% deyapti. 30-40% bor, 50% ga baraka bo'laveradi. Suvagi butunmi? Suvagi butun. Aka mashinani minib yuribsiz mana. Bemalol olib tirikchilik qilsa bo'laveradimi? Bemalol hech qanaqa chiqimi yo'q. Xudo xohlasa, endi yurgani ko'p to'g'ri, lekin motor asotmasa bo'ldi endi asosan. Pulni necha pul qilib beramiz yaqin aka? Buni uchun bunday Bo'ladiganini aytib qo'ysa bonus qilamiz. Bonus qilamiz. Buni 3700 ga beramiz. Nomiga o'tkazib oladi. Bank anavi notariusni ham bizning bo'ynimizdan. Bo'ldi. Notariusni ham biz qilib beramiz. Ya'ni nomerni o'zi olaveradi. Demak, o'zim notariusdan qolaveraman desa 3600 ga berasiz. 3600 ga beramiz. Bo'ldi, azizlar mana. 3600 dollarga beriladi yoki 3000. Endi uni farqi yo'qda. Masalan, u ham notariusdan bir 100 dollardan ko'proq bonus degan edi. Xo'p. Faqat naqd sotamiz. Faqat naqd. Nomeringiz? Nomerimiz 99 461 461 65 40. 65 40 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 3700 ga sotilar ekan. Notariusni akamiz o'zi bonus qilib berar ekan. 2017 navbatdagi Sparkimiz, bunisi ham avtomat korobka. Yurgani 222 ming ko'rsatyapti. Motor asfalt qilmaydimi? Motor asfaltlar yo'q ekan. Motor asfalti yo'q. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Hadovoy korobka qanaqa aka? Chotki ekan. Chotki. Bemalol tekshirib olaveradi, ustasi ko'rsatib. Salon holatlari
Mashina tayyor holatda. Gazi 65 talik metan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bir katta ekanki. Anaqa bitta detali bo'shamagan ekan. Tekshirtirish oladi. Asrit qilingan. Lekin shunga yarasha pulni yig'ib berasizlar. Necha pul? Tushib beramiz aka. 5,5 kam bo'ldi. 5,5 ming dollar kami bor 2017 da. Beradiganga 52 ga berib yuboramiz. Bo'ldi. 2017 dedingiz, 222 mingga avtomat коробка. Kraskasi menga u darajada muhim emas. Suvagi butun bo'lsin degan odamlarga bo'lsa, bemalol hisobinglar chiqsa, suvagi butun bo'lsa, shunaqa odam bo'ladi. Kraskasi muhim emas degan odam bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Faqat naqd pulmi aka? Naqsiga ham chiqaveradi. Necha puli bor? 2000 puli boriga 1 yil 2 yilga chiqaveradi. Bo'ldi. Generalniy bo'ladi. Generalniy bo'ladi aka. Telefon raqamingiz? 93 141 77 60 77 60. Mabodo bunga tusha olmasanglar 99lik 124 124 37 70 aka. 37 70 raqamiga murojaat qilasizlar. Navbatdagi Sparkimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, JKX svetidan. Xo'p. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Bu ham 4-pozitsiyada. Salon holatlari rul qo'yilgan ekan. Mana 194 ming yurgan. 4-pozitsiya avtomat, defektor qo'yilgan. Egasi nari? Metan gazlari bor. 2019 aka, 2019 kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi qanaqa? Toza. Narxi-chi? Magazini 7000 ga beraman. Bo'ladigani 7000. Yurgani qancha edi? 178 ming. 190 buni. Xo'p, yurgani yana bitta ko'rsatib ber. 7000 bo'lishimi? Hujjatlariga generalniy bo'ladimi? Bu generalniy bu 194 ming yurgan. Xo'p, JKX svetdan nomga o'tkazib oladi. Mashinaga barter bormi? Bor. Variantgachi? Variantga ham bor. Kelishtiradi. Nomeringiz? 88lik 88 060 060 0055. 0055 raqamiga aloqaga chiqasizlar raislar. 2017 so'raganlarga navbatdagi Sparkimiz. Mexanika коробка bu ham. Xo'p. Metan gaz, ABS konditsionerlari bor. 17 ni yurgani qancha? Probegi. Probegi 286 ming. 286. Yangi pashti. Hech qaysi yo'q. ABS qaysi hamma yo'q bu. Xo'p, deflektor qo'yilgan. Ichki holatlari 278 ming dedi. 78 desa 78 shunaqa. Stoplari o'zgartirib qo'yilgan. 65 talik metan gazlari bor. 2017 270 mingdan ko'proq yurgan ekan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi ikkita detalda bor. Ikkita detalda bor. Qayeri? Kapot bilan kriloda bor, mana eshikda ozgina pitnochasi bor mana. Ustitilari-chi? Ya hamma o'zini narxi. Xo'p. Nech pul buni tan narxi? 6200 dan ozgina o'tib beraman. 6200 dollar kelishadi. Hujjatlari? Bu ham masala yo'q, hujjat. Generalniy bo'ladi, ha? Buni ham 2000 dollarga 3000 plosi variant qilib beraman. 2,5 gachi. 2,5 ham. Eng kamida 2,5 ming bo'lsa, minimum 2,5 ming bo'lsa Andijon viloyatiga qilib beraman faqat. Andijonga azizlar Boshqa 12 oyga oyma-oy berish sharti bilan deb aytilyapti. Endi o'zingizlar eskiroq Sparklarmi yoki Matizlarmi bo'lsa kelishib Barter qolamiz. kelishib olamiz. Xo'p, nomeringiz? 99 99lik 481 481 44 48 44 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar.